Bu go'zallikni qaranglar, qanaqa go'zal. Quyoshni ko'ryapsizlarmi? Buni kameraga yetkazib bera olmaydi. Eng ko'p orollardan iborat bilasizlarmi, qaysi davlat? Bu Shvetsiya hisoblanadi. Juda ko'p orol, mana hozir ketyapti turgan joyim ham orol hisoblanadi. Bu tipi orolcha. Har bitta qismi suvdan iborat. Betga borsangiz ham ko'l, betga borsangiz ham dengizni bir qismi. Bu joy ham shunaqa. Lekin ko'cha minus 10 gradus, havo zo'r. Quyosh chiqyapti. Bu quyosh Shvetsiyada g'animat. Juda kam quyosh ko'rasizlar. Qishda teng bo'ling mana. Juda kam. Bugun sal havo yaxshi, quyoshli kun bo'lyapti. Bulut ham bor. Menimcha erta indin yana qor yog'ib borsa kerak.